Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda taom qo'shish bilan tanishib chiqqan edik. Bugun esa u bilan bog'liq boshqa sozlamalarni o'rganamiz. Oldingi darsda non, suv kabi oddiy mahsulotlar qo'shib ko'rgandik. Bugun biror bir taom qo'shishni o'rganamiz. Misol uchun bitta butun porsiyali osh. Buning uchun menyuning taomlar qismiga o'tib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, dabavitni tanlaymiz va bu yerga dastlab taomning nomini kiritamiz. Keyin esa uni qaysi kategoriyaga kirishini va kategoriyada nechinchi tartib raqamda bo'lishini belgilab o'tamiz. Cena qismiga esa bitta butun oshning narxini kiritamiz, taxminan 20 ming. Keyin esa uni qaysi sexdan chiqishini belgilaymiz, masalan kuxnya. Modifikator qismidan esa quyidagi holatda foydalanishimiz mumkin. Ba'zida mijozlar tablariga qarab oshni yog'li qilib yoki yog'siz qilib, ba'zida sersabzi qilib yoki umuman sabzi qo'shmasdan tayyorlashga zakaz berishlari mumkin. Buning uchun avval shu modifikatorlarni kiritamiz. Eslatib o'tamiz, har bir modifikator boshqa modifikatorlardan vergul bilan ajratilishi kerak, boshqa tanish belgilari bilan emas. Aks holda zakaz olayotgan vaqtda uni belgilamoqchi bo'lganimizda u paydo bo'lmasligi mumkin. Endi esa bu yerni saqlanib qilamiz. Hamda kategoriyaga o'tganimizda u mana shu ko'rinishda turadi. Unga rasm qo'yishni esa oldingi darsda ko'rsatilgan tartibda amalga oshirish mumkin. Endi esa unga zakaz berib ko'ramiz. Zakazni saqlanib qilishdan oldin boyagi modifikatorlarni qo'shib ko'ramiz. Buning uchun zakazning ustiga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosamiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli modifikatorlarni belgilaymiz. Masalan, yog'siz hamda sabzisiz. So'ngra printni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, zakazning pastida belgilangan modifikatorlar paydo bo'ladi. Shu yerda diqqat qilamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, modifikatorlarni qo'shganimizdan so'ng zakazning summasi o'zgarmadi. Bundan shu tushuniladiki, modifikatorlarni har qancha belgilasak ham zakazning narxi o'zgarmaydi. Endi uni saqlanib qilamiz. Sexdan esa mana bu ko'rinishda zakazning cheki chiqadi va unda ham belgilangan modifikatorlar ko'rinadi. So'ngra unga oplata qilganimizda chek mana bu ko'rinishda chiqadi va unda ham modifikatorlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Endi esa butun emas, kamroq miqdordagi oshni qo'shib ko'ramiz. Masalan, 0,7 lik. Buning uchun dabavitni tanlab, taomning nomini kiritamiz. Keyin vergul qo'yib, 0,7 ni kiritamiz va bu yerda uning kategoriyasini belgilaymiz va kategoriyadagi tartib raqamini kiritamiz. Hamda cena qismiga uning narxini kiritamiz, taxminan 16 ming. Va uni saqlanib qilamiz. Mana u paydo bo'ldi. Endi bundan ham zakaz berib ko'ramiz. Mana ikkita butun emas, 0,7 lik oshdan zakaz berildi va uning narxi ham hisoblandi. Buni saqlanib qilamiz hamda sexdagi printerdan mana bu ko'rinishdagi chek chiqadi. Bunga oplata qilinganda esa mana bu ko'rinishdagi chek chiqadi. Shu zaylda davom etib bitta butun yoki yarimtalik yoki bo'lmasa 0,7 lik ovqatlarni ham menyuga qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ovqatlar har doim ham bunaqa butun qilib sotilmasligi mumkin. Ba'zida ular kilogramda hisoblanib, tarozida o'lchab sotilishi ham mumkin. Masalan, baliq. Hozir esa buni ham qo'shib ko'ramiz. Buning uchun dastlab dabavitni tanlab, taom qo'shish uchun oyna ochamiz va bu yerdan taomning nomini kiritamiz. Masalan, sazan baliq. So'ng vergul qo'yib, kilogramni yozib qo'yamiz. Negaki ovqat tarozida kilogram bo'yicha tortib hisoblanadi, gram yoki tonnada emas. Bu yerda ham uning kategoriyasi hamda kategoriyadagi tartib raqamlarini kiritib olamiz. Masalan, 2-chi. So'ng va upakovka qismiga o'tamiz. Bu yerga esa bitta zakazda qancha miqdorda taom bo'lishini kiritamiz, ya'ni 1 kilogram baliqning miqdorini. Bunda 1 kilogram 1000 gramligini inobatga olib, 1000 ni kiritamiz. Hamda cena qismiga 1 kilogram baliqning narxini kiritamiz, taxminan 35 ming. So'ng uni saqlanib qilamiz. Kategoriyaga o'tamiz. Mana u paydo bo'ldi. Endi esa zakaz berib ko'ramiz. Bilamizki, har doim ham bitta baliq aniq 1 kilogram chiqavermaydi. Ba'zida 1,5 kilogram, ba'zida 2,5 kilogram yoki bo'lmasa teskarisi. Boshqa maydaroq baliqlarning 1 kilogrami taxminan 25 ming bo'lgan taqdirda ham hammasi ham 1 kilogram chiqmasligi, undan kam chiqishi ham mumkin. Shunaqa paytda kolичестводagi raqamni kerakli miqdorga o'zgartirib, shu miqdor uchun umumiy summani avtomatik ravishda chiqarishimiz mumkin. Masalan, 2,5 kilogramga. Buning uchun 2,5 ni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek 2,5 kilogram baliqning narxi shu zahoti hisoblanadi. Yoki bo'lmasa 1 kilogramdan kamroq bo'lgan miqdorni kiritamiz. Masalan, 400 gram, ya'ni 0,4. Ko'rib turganingizdek summa qayta hisoblandi. Buni yana 2,5 kilogramga o'zgartirib qo'yamiz va uni saqlanib qilamiz. Hamda sexdan mana bu ko'rinishda zakazning cheki chiqadi va bu yerda ham kolичествоga kiritgan miqdorimiz ko'rinadi. So'ngra unga oplata qilinganda chek mana bu ko'rinishda chiqadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Taom qo'shish bilan bog'liq boshqa sozlamalarni keyingi darsimizda o'rganamiz.